Sanmisan o'sha telefondan karillagan? Yo adashdimmi? Ha, manman. Ko'zing kamchilik bormi? Men qara ukajon yosh bola ekansan. Sal o'zingga bo'lgin. Qo'lingni olib gapir. O, qanaqa yosh bola? Qarshida men Muhammad desang hamma taniydi. Muhammad? Isming Muhammadmi? Uzr uka, mendan o'tibdi. Kelishga kelib, men endi uzr so'rayapsan. Ki duxing o'tdi deymi? O'zingni bosay. Men qarog'an. Umuman tushunmadim. Seni yaxshi taniyman. Bunaqa bolalarni 5-6 tasini yerda ishlataydi. Nimaga jim o'tiribsan? Qo'yaver og'ayni. Ismi Muhammad ekanda. Muhammad degan yigitni farishtalar duo qilar ekan. Kimning ismi Muhammad bu yerda? 1,5 ming yildan keyin tug'ilgan, o'zi ham bilmagan, Muhammad bo'lishini xohlamagan, otasi Muhammad qo'yib qo'ygan odamga farishtalar duo qilib tursa. Qanaqa odam ekan o'sha odam?